O'rtoqlar, bu hammasi sizlar uchun $700 mana posti kelib ko'rish. Bu o'rtoqlar Zikrni birinchi gibrid avtomashinasi bo'ladi. Gabaritlari ko'rsatuvchilar bo'lsa, qanaqa yiriligini R22 rasmerli diska balotlari qana ko'rsatilmaydi. Hamroyolarni qaranglar. Saloni yaqinda prezentatsiya bo'ldi, namlanadi ekan. Voy maşallah. Bag'rib, abdu, masash. Xullas, bu moshada hamma narsa bo'ladi. Qarang. Salon narsasi yo'q ekan deya olmayman. Voy. Joysi. Осторожно. Wow, mana shuni qaranglar. Avtomobilimizni tashqi ko'rinishini hammada bor. Ichki ko'rinishi bo'lsa, xuddi shunday bo'ladi. Live video bu. Ko'rishinglar mumkin. Вообще keng. Bu oq saloni. 里面不能设冰箱吧？这冰箱它这个它制冷制热都可以， Xolodilnik orqada ekan. 零下10度到零上50度。 Mana sizga mazalaring, maza qildim. Liriya meni yengishda chiqgan. Naporaqa kursalar orqasiga ham o'tirib berardim. Mana istaganlari shu bo'ladi. Birinchilardan bo'lib o'zimiz yetkazib beramiz. Bu uchun Xitoy avtosotuviga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Nechta bizaniki? Biz 5 ta bo'ldimi? 5 ta zakaz olamiz. Qancha olsangiz? Bop bo'ladi. Dedi, bop bo'ladi.